Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Rahmat. O'z yaxshimisiz, zo'rmisiz? Ismingiz nima? Nazarov Yo'lchi Abdug'ulom o'g'li. Hozir kommentariyaga yozib o'tirdim, dadamga savol qilaman deb. Dadam rosa orzu qilib o'tiribdi, niyat qildi dadam. Vo! Qayerdansiz? Rahmat aka. Surxondaryo Qumqurg'on Jaloyerdan. Bundan 2-3 o'yin oldin Adham degan bola bizning mahalladoshim 2006-yil Adham degan bola bitta $10,000 etdi. Ha. Atakan o'g'li. Ha. Samara talyapti. Qancha ishlaymiz? Oylab ishlaymiz aka. Qumqurg'on jam! Alaykum aka zo'rmisiz? Kim chiqqan? To'xtang, menga ham gap bering, to'xtang endi, lekin malades, lekin kuzatib o'tiribman deyman bu yoqlar. Bu yoqlar kuzatib o'tiribman, tanishib olaylik. Shoshilmang. Ismingiz nima? Nazarov Yo'lchi Abdug'ulom o'g'li. Qayerdansiz? Surxondaryo Qumqurg'on Jaloyerdan aka. Xizmat qayerda bo'lyapti? Faoliyati Samara fabrika kachsoda. Nima ish qilasizlar? Streyka aka, kalbasa sexda streykada ishlaymiz. Ha, kalbasa sexda ishlayman deb edi bir bachcha. Shu Adhamni oldiga men ham turganman. Surxondaryo jirtatib gapirganman aka, shu payt rosa niyat qilganman. Ha. Yoshingiz nechida? Aka 97. Uylanganmisiz? 28da aka, nasib bo'lsa 28. Uylanganmisiz? Non sindirganman aka, yaxshi ko'rgan qizimga. Ha, yaxshi. Kelasi yo'qmi? Gav yo'q. Malades, biletni ayting. 12-26. Nechta bilet olgansiz? Bitta olganman aka, 2 yildan beri o'ynaman. Bitta bilet olganman. Shu siznikimi? Mendaki. Gav yo'q. Niyatni yaxshi qilgan ekansiz. Malades. Gap bo'lishi mumkin emas, ko'p cho'zmaymiz. Niyatni zo'r qilgan ekansiz. Mana oling mana. Kia Sportage yutib oldingiz. Hey, tabriklayman chin qalbimdan. Siz Bahodir Muratdan rostdan ham Kia Sportage avtomobili yutib oldingiz, tabriklayman. Hozir ishdan kelib kiyimdan